أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الرابع وهو النظر في من يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل. مكاتب xo'jayinidan to'xtam qilgan chog'da o'ziga tava balchaqlari birasini qetib to'xtamlashgan bo'lsa, shu to'xtamlashganlar shuni tava bo'libdi. Yani şu 4. meselede biz qanday kishida shu to'xtamning dairasi kirdi tava bular, qanday kishi kirmaydi degan narsani bahs qilganmiz. Wattafaqu min hadha al-bab ala anna walad al-mukatabi la yadkhulu fi kitabati al-mukatabi illa bi-shart. Aj mukatab qulninki balasi bo'lib qolsa, barliq olimlarning ittifoq bilan shart ishib qolsa, mush balamamsa men bilan billa desa undan kirdi ekan. Buni ittifoq. Li'annahu abdun akharu li sayyidihi. Chunki ash balasimi xo'jayinninki boshqa bir qul hisobida. Va kadalika ittafaqu ala dukhuli ma wulida lahu fil kitabati fiha. Mukataba to'xtamni qilib 2 yil 3 yil jarayon o'tgan ekan, shu jarayonda farzand ko'rgan bo'lsa, u shu to'xtam doirasiga kirganligida ittifoq qilgan ulamo. واختلفوا في الولد على ما تقدم. الولد استنجن بحث قيلان. وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد. شو pulninki pul meli ba'da faraz qilsak, uning qul ilgirki malmulkmi o'ziga tavallubda ketamdi yoki xo'jayini qalamdi. فقال مالك يدخل ماله في الكتابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يدخل، وقال الأوزاعي يدخل بالشرط، أعني إذا اشترطه المكاتب. نشنبه أشخل قراش قبل نكتب. وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد أم لا يملك. Bu biz o'tgan qulninki ig'dorchilik huquq bo'lamdi, bo'lmamdi. Pul molda ega bo'ladimi, bo'lamamdi degan masalaga chetishlik. Va ala hal yatba'uhu maluhu fil 'itq am la. Qulning pulini bor deb qarasak, qul azod qilingan taqdirda uning mol-mulki o'ziga tavallab xo'jayinning qo'lidan chiqadi degan masalani chetishlar. Vaqt taqaddama dalik. Mukarrar qilgandan keyin qulning pulini mukarrar deyishgan bu hisoblaymiz demakmi yoki azod bo'lgan boshqa qilamiz? Yo'q, pul mukatab to'xtam qilgan chog'da endi pul bo'pti. Masalan, xo'jayini sen tijorat qilasan olsin deb o'zingizcha shoqat qilganda ruxsat qilgan bo'lsa, endi ancha pul bo'lgan bo'lsa, mukatab to'xtam qilgandan keyin bu pul xo'jayinning qo'lidan chiqarib bu chog'da pul bilan to'xtamlashgan bular mol-mulk shundan xo'jayin qilamdi yoki shu mol-mulk bilan birga chiqadi demoqchi. الجنس الخامس وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. Endi qanday ishlarda mukatabni tasarruf qilishdan cheklab qo'ymaymiz deydi. Yani mukatabning qul ilkidagi pul molga xo'jayinning haqqi chetishlik qilib qolgan. Yani xo'jayin qarziga istak. Bu hamda pul to'laydigan qarz bo'lib qolgan deb. Ba'zi bir tasarruflarni yo'q sen qilmaysan deb to'smasak, xo'jayinning pulini to'layolmay o'tirdi ish va shuni ba'zisini to'sab qo'yamiz. Qanday ishni to'sab qo'yamiz biz. Va ma baqiya min ahkam al-abd fihi. Yana qulluqqa tava qanday ahkamni qilib qoladi unda. Bu hamda qulluqlar o'likning o'tirdi qolganida. فنقول إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر. مكاتب unda ishida shu o'zining erkinlikka erishish uchun xo'jayin qildirilgan bo'lsa, qadri qimmat vajiqroq pulni bir kimga berib o'tmaydi. Masalan, 5 ming ko'rdi. Akamga berib o'tdim. To'yga yardım qildim masalan. Yoki sadaq qilib o'tdim. Deblam pulni qo'ldan chiqarib olsa bo'lmaydi dedi. Va la yu'tiqu
pulunu azat kılanmaydı. Mesela mukatebning ticaret kıldı, şovkat kıldı, pul tepişi hareket kıldı. Pul satılışı mümkün. Başka narsa satılışı mümkün. Kulda kullanıp kalsa pulunu azat kılanmaydı. وَلَا يَتَصَدَّقُ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِي Aşı mukatibning xo'jayinninki ruxsatisiz sadaq kılanmaydı. Elbette paçan para sadaq kıldı. Lekin chiqroq qadr qimmati bor. Necha ming ko'y deydigan pulni kılanmaydı. فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها. Çünkü bunda meselelerde onunla aslında çekilip koyalım, tosak koymuş. Yani annahu leysa lahu en yukhrija min yadihi şey'en min gayri iwad. Bedelsiz narsani qo'ldan chiqarsa bo'lmaydi. Umum desek, bedelsiz bir narsani qo'ldan chiqarsa bo'lmaydi. Bedellik chiqarib qolsa, masalan, iPhone telefonni chiqaribdi, sotdi masalan, yoki nima qildi, uni o'rniga $1000 chiydi. Mayli. Nima uchun degan chaqda qo'ldan bunda bedelsiz bir narsani chiqarib qolsa, xo'jayinga pul to'lashi kechikadi, o'zining erkinligiga erishishi kechikadi. Natijada ba'zida to'layolmay esib qolib, meni pullikqa qaytib qilish mumkin. Shundan birinchidan xo'jayinning haqqini qo'dab qilish, ikkinchidan pulninki erkinligiga erishishga kafolat qilish ikki tarafdan. واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته pul sadaq qilibdi, birisi biribdi yo qulini azat qilibdi. Buni hukumatda xo'jayin. Keyin u xo'jayinning qarzini to'liq azatga erishib bo'lgandan keyin huquqdi. O'tganda mana pulni to'liq to'lab bo'lmasdan sen azat qilib kelsa, men to'xtom debmasin. Bunda ahvolda faqala Malik va jamoatun min al-ulama inna zalika nafidun wa mana'ahu ba'dhum. İmam Malik bilan ba'zi olimlar bu hisob bo'ldi, kuchga bo'ldi katta deydi. Ba'zi olimlar yo'q, hisob bo'lmaydi deydi. Shafiy mazhabidagilar hisob bo'lmaydi deydi. Wa umdatu man mana'ahu anna zalika waqa'a fi halatin la yajuzu wuqu'uhu fiha fa kana fasidan. Bunu çekilgenler bu çağda pul azat qilib bo'lmaydigan chaqda, pulni bermas bo'lmaydigan chaqda, mujinda bir paytda qilib qolgandan keyin joiz emas bu. Qonunan joiz emas. Wa amdat man ajazahu anna sabab al-mani' min zalika qad irtafa. Aslida cheklimi bordi. Lekin bu azat qilib ketgandan keyin u cheklimi hozir ko'tarilib ketdi. Hisob deyitimiz buni demak. Wa huwa makhafatu en ya'caz al-abd. Asli biz cheklab qo'yishda nima sababdan chekilgan desa, pul xo'jayinning pulini to'layolmay eslib qoladi deb qo'rqib chekilgan. Endi hozir bu qo'rqgan yo'q. Bo'ldi, hisob qilib ketsa nima ish. Wa sabab ixtilafihim hal idn as-sayyid min shart al-luzum al-aqd aw min shart sihhatihi. Bu yerda talashtirishning sababi xo'jayinning ruxsati bu to'xtamninki lozim bo'lib ketishining shartimi yoki mush to'xtamning sahih bo'lishining shartimi? Lozim bo'lishining sharti desak, agar mush shart topilmay qolsa, qarshi tarafga yenib oladi. Shart sahih degan mush shart topilmay qolsa, u zodi tidin batil bo'lib ketadi. Faman qala min shart as-sihha lam yujizu. Shart as-sihhadan desa azat qilgan ishi va ibisi hisob bo'lmaydi dedi. Va in ataqa, ya'ni keyin azat to'lab ketsimi, ya'ni mukatab keyin azat to'lab bo'lganda bildi uni. Ya'ni xo'jayini azat to'lab bo'lgan chog'da bildi mukatab bunda qilganligini. Va man qala min shart luzumihi, shart sahama shart luzum deganlar qala yajuz iza ataqa li'annahu waqa'a aqdan sahihan. Qul azat olib ketib bo'lgan chaqda pulni to'lab, u unda bo'lgandan keyin bu to'g'ri davrimiz buni. Chunki tigida bu sey bo'lgan. Luzum masalasida mayl bo'ldi. Falamma irtafa al-idn al-murtaqabu fihi sahha al-aqd. Ya'ni ijozat bermagan bo'lsa-mu, bu to'xtam to'g'ri bo'lardi. Kama law adina. Xuddi ijozat bergandek ham ijozat bermagan ahvolda to'g'ri bo'lib ketaveradi dedi. هذا كله عندما أجاز عتقه إذا أذن السيد. وعند خجاين إجازة بربقاسة أن
azat qilsa bo'ladi deganlar shuna dedi. Fa innan nas ikhtalafu aidan fi zalika ba'da ittifaqim ala annahu la yajuzu atquhu idha lam ya'zan as-sayyid. Endi ijozat bermasa mayli ittifoq mukatab pulini azat qilinmaydi deganga. Lekin ijozat berib qolsa bunda ixtilof bo'lgan edi. فقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز وبه قال أبو حنيفة. فقال قوم ديان برنج قوم إمام مالك والشافعي وأحمد يعني جمهور كان. شكين قراش إمام أبو حنيفة كان. وبالجواز قال مالك. أشو قوم ديان جائز قال لا شو إمام مالك بقى. وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا. إمام شافعي إمام أبو حنيفة قرش وش قرشتن برسه مالك قرش وش قرشتن برسه إيش قرش قالده. والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون. عندش مكاتب özünün pulunu azat kılışnama. Endi azat kılıngan aş pulununki azatkarlık hukuk kimde oldu? Baş hocam olamdı. Azat kılgan mukatebge bulamdı. Bunu da tartışıp kaldı. Yani ada el-mu'taq mukateb azat kılgan kuldu. Mukatebe masa. فقال مالك إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده. هذا مكاتب برقلنا üzün قلنا azat kılıverdi. Azat kılıverdi. Üzü tuluq kitaba pulların tulab bulaştığını ilgiri. Pulun tulab olmasa azat oldu. Azat olmay turup ölüp gitip oldu. Lekin qulunni azat kılıverdi bo'lib ketdi. Kana wala abdihi li sayyidi. Unda ahvolda o'zi azat qilgan qulninki muvala azatgarlik huquqi o'zi bo'lmaydi, asl xo'jayini bo'ldi dedi. Wa in mata wa qad ataqa al-mukatabu kana wala'uhu lahu. Mukatab o'zining qarz pulini to'lab o'lib ketgan bo'lsa, bu chaqda bu mukatab azat qilgan qulninki azatgarlik huquqi mukatabniki bo'ldi ekan. وقال قوم من هؤلاء بل ولاؤه على كل حال لسيده. Yani bazılar her qanday ahvolda xo'jayini bo'ladi, azatgarlik huquqi debdi. وعمدة من لم يجز عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق. ما هو boshqa masala. Mukatab o'zining qulini azat qilinmaydi deganning dalili. أن الولاء يكون المعتق. عند ولاء ديان azatgarlik huquqi. Yani bu miras olish ishi bo'lib qoldi yoki diyet to'lashda yaqinchilik qildi. Mush huquq yakun al-mu'taq. Azat qiluvchi mush huquqqa erishgan. Azat qilgan qul o'lib ketib qolsa, boshqa miras qo'llar bo'lmasa, shu azat qiluvchi mol-mulkni miras oldi. Mush huquq azat qiluvchi bo'ldi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam innamal wala'u liman a'taqa wala wala'a lil mukatabi fi hin kitabatihi. Hamda mukatab shu pulisini to'layolmay qolgan, to'lab bo'lmagan chaqda uning azatgarlik huquqiga erishgan bir sut yo'q. Undan ekan azatgarlik huquqiga erishilmaydigan holatda azat qilgan ekan azat qilmay hisoblanmas. Agar azatgarlik huquq shunga o'tgan bo'lsa azat qilmay hisoblanadi. وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده. Endi mukatebga azatgarlik huquq bo'lmaydi. Bevosita xo'jayini bo'ldi deganlar, ya'ni azat qiysi bo'ldi deganlarning ichida azat qiysi bo'ldi, undan bu vala xo'jayin bo'ldi deganning dalili. Qulining quli o'zining qulining hisobi bor. Hozir bu qul mening qulimning qulidagi qul bor. Balki qulimning quli bo'lgan ekan, mening qulim bo'lmas. Va man farraqa bayna zalika fa huwa istihsan. Ayrıqallar insanların hukukunu qo'llash uchun mush foydali deb istihsan deb ayri dedi. Yani maslahatni ko'zlab demakchi istihsan. Uchinchi qarashning dalili istihsan ekan. Ve min hadal bab ihtilafun fi hal lil mukatabi an yankiha aw yusafira bighayri idni sayyidihi. Mukatab xotinasi bilanmi? Yoki safar qilsa bilanmi? Yoki mushun uchun xo'jayinga ruxsat olish kerakmi? Faqala jumhuruhum, bunun ichida to'rt imom bor, ko'pchilik olimlar laysa lahu an yankiha illa bi idni sayyidihi. Xo'jayin ruxsat qilmasa xotin ololmaydi.
Nima uchun? To'y qilish uchun necha ming ko'y to'yli qurgangan. Yani qo'ldagi nurg'un iqtisod chiqdi. Mehmon chaqirdi, ziyofat turdi. Bunga nurg'un pul chiqdigan bo'lganki, xo'jayinning pulini bermaysan, u pulni qandaga oldilar, o'zini bir azob qil, undan keyin al demoqchi. Va abaha ba'dum an-nikah lahu. Ba'zilar to'y qilish bo'ldi, endi to'y qilish degan Rasulullohning sunnati, o'zini ifatli tutish uchun, ya'ni xuddi yemak-ichmakdek zarur narsa bu, ehtiyoj deb jaiz deb qarabdi. Wa amma as-safaru fa abahahu lahu jumhuruhum wa mana'ahu ba'duhum. Va safar kelgan chaqda o'rin olishdi. Jumhur ruxsatdan muslim bo'lar debdi. Ba'zi olimlar Imom Malik ruxsat qilish kerak dedi. Endi nima uchun ruxsatdan muslim bo'ldi desa, chunki bu pul tepish lozim. Xo'jayinning pulini to'lab azatni qo'lga keltirish uchun, pul tepish uchun safar qilish lozim. Yo'q safar qilib, mol kelib, satib tijorat qilishga harakat qilish lozim. Undan keyin buni qo'yib bermaymiz demoqchi. Va bihi qala Malik, bu Imom Malikning qarshi ekan. Va abahu Suhnun min ashab Malik. Bu jumhur bilan, ya'ni Imom Malik ruxsat qilish kerak degan bo'lsa-mu, shogird Suhnun jumhur bilan billa safar qilib bo'ldi debdi. Va lam yujiz lis-sayyid an yashtaritahu ala al-mukatabi. Mukatabga shart qilib xo'jayin mening ruxsatim bilan safar qilsa, buni safar qilmaysa deb bunda shart qilsa, joiz emas deb turibdi. Va ajaza Ibn al-Qasim fi as-safar al-qarib. Ibn al-Qasim yaqin bir shahriga Qashqarga otishga, vatandan qarqash chiqqandek bunda bir ahvol bo'lsa, shart qilsa bo'ldi debdi. Wal illatu fi man'in nikahi, nima uchun nikahni to'sab qo'ydi desa, annahu yukhafu an yakuna dalika dari'a ila ajzi. Chunki nurg'un pulni to'y qilishga sarf qilib, keyin ondan pulni to'layolmayman deb o'tirishga bahona bo'lib qoldi. Wal illatu fi jawaz as-safari anna bihi yaqwa ala at-takassub fi ada'i kitabati. Yani nima uchun safarga ruxsat qilamiz? Xo'jayinning ijozat olmadan safar qilishga qilsa, chunki o'zining qarzini to'lash uchun pul topalaydi safar qilsa. Va bil jumla masalalarning xulosasi yig'ib aytsak, falil ulama fi hada masala thalathat aqwal. Ahaduha anna lil mukatib an yusafira bi idni sayyidi wa bi ghayri idni. Safar qilmas bo'ldi degan qarash. Va la yajuz an yashtarit alayhi an la yusafir. Safar qilmaysa, ya'ni mendan ruxsat olmay safar qilmaysa deb shart qilsa bo'lmaydi. Bu ham mukatib erkinlikni qo'yish kerak. Harakat qilsin, pul topsin, erkinlikka erishsin demoqchi. Va bihi qala Abu Hanifa va Shafi'i. Abu Hanifaning nishonimi erkinlik tarafdori. İmam Ahmad bilan shu. İmam Abu Hanifa va Shafi'i bilan. Wal qawl ath-thani annahu laysa lahu an yusafira illa bi idni sayyidihi wa bihi qala Malik. Wa ath-thalithu anna بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده ألا يسافر. Şunda kitabı toxtamını qilish bilan safar qilish bilan faqat lamanda shu toxtamda sen safar qilmaysa deb yozib qo'ygan bo'lsa, o'sha safar qilmaydi. Yani shart qilsa demoqchi shunda. Va bihi qala Ahmad va Thawri va g'ayrihima. İmam Ahmad, İmam Abu Hanifa bilan Shafi'i bilan billah, lekin va bihi qala Ahmad degan maqarash ba'zi Hanbali mazhabga olimlarning qarashi. Wa min hadha al-bab ikhtilafuhum fi hal lil-mukatib an yukatib 'abdan lahu, anhu o'zi mukatib, o'zining quli bor. Quliga mukatib to'xtamni qo'ygandir. O'zi mukatib, ya'ni quliga mukatib to'xtamni mukatib bo'lalamdir. فأجاز ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة. محاباة degan o'zining quliga yaqinchilik qilib, asli azat qilib o'tmoqchidak. Lekin xo'jayinni to'sab qo'yganmi? Azat qilolmasa, to'sab qo'ygan bo'lgan ekan, ichki jihatda masalan asli buni 50 ming qo'yib mukataba qilgan bo'lsa, 20 ming qo'ygan mukataba qilgan deb asta azat qilayotganda qilib qo'ldan chiqarib o'tmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu chog'da ya deydi Imom Malik. Bo'lmasa joiz. Yani azam tutishib yo'qlan o'rniga qancha tutishga bo'lsa, shuni tutishga bo'lsa durust. Yani normal, alna qilsa mayda, lekin
azat qilayotganda qilib, lekin mukataba qildim, azat qilmadim deb xo'jayinning ushida shuruq qilsa bo'lmaydi. وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي قولان أحدهما إثبات الكتابة Bunda ahvolda mukatib bo'lishi shu kitobi to'xtamini hisoblaymiz deydi birinchi qarash. Ikkinchisi yo'q hisob emas degan qarash. Va umdatul jamoa annaha aqd muawadatin al-maqsud minhu talabur ribh. Ko'pchilik olimlarning asoslangani bu mukataba degan aqd muavadadir. Ya'ni pulni qo'ldan chiqaradi, lekin pul chirdi. Asli biz o'tgan qatimda bu muavada emas degan. Nima uchun? Chunki shu ishida ash tepirga 30 ming ko'yni bu qo'ldan chiqarishmish ishlab bunga kirib birdi. Ularga quruq chiqayotgan bo'ldi bu deb. Buni aqd muavada deb ketgan bo'lmaydi bir tarafdan. Bir tarafdan aqd muavada deyish mumkin. فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء. Ularning so'zsiz o'xshash bir ish mukataba uzun qilni mukataba qila oladi demoqchi. Muhammad Shafi'iyya anna al-wala'a liman a'taq. Va azatgarlik huquqi degan azat qilgan kishiga bo'ladi. Wala'a lil mukatab. Mukatab degan azatgarlik huquqiga erishmaydigan bo'lsa, erishmagan degan azat qilinmaydi. Li'annahu laysa bihur. واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء. المكاتب o'zing mulki va sharkat qilayotgan chog'da xo'jayinikilar sen meni qo'limdan deb qo'lga narsani tortib xohlagancha ishlatib undan foydalanib mashinasi olsa minib o'ynab bunday qilish bo'lmaydi. واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة. أنا برديكنا كتابة تختام قيام بوسا برون كنا قاعم قادستا يعني كلب سامو قلمتن كأجندب دا فايدنا مايد. فصار الجمهور إلى منع ذلك شكل دول. وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جاز إذا اشترطه عليها. بمو جمهور الآن بما يدبتون لكن شرط بغا أحوال mukataba to'xtamni qilaysan bilan lekin men xohlagan chog'da sen qachon kelma deb shart qilsa foydalanadi. Va umdatul jumhur annahu waq'un taqa'ul furqatu fihi ila ajal. Ko'pchilik olimlar uchun shuni cheklatda foydalanish bo'lmaydi. Bu muayyan bir vaqt kelsa cho'qim ayrilish kerak bo'lgan bir yaqinchilik bu. Mesela 3 yillik to'xtam qildimi? 3 yillik to'xtamda o dedak pulini to'lab qo'ysam, xo'jayin uni bilan bilib bo'lmaydigan bo'ldi, nima? Balkim bu nimaga o'xshab qoldi? Fa ushbah nikahu ila ajal mana. Vaqtli nikoh o'xshab qoldi. Va umdatul fariq ath-thani tashbihuha bil mudabbara. Bu qiyosdan ya'ni bu mendan keyin qasam sen azat degan bir dedek bo'lsa, shu dedekdan foydalanaverdi. Undan keyin bu mukatibni shunga yaqin o'xshash bo'ldi. Va ajma'u ala annaha in ajazat halla watuha. An mukatab bo'lgan ashu dedek pulni to'layman, pul topolmadim, bo'lolmadim desa, o'chada pulni qaytib turgan, o'chada qo'ygan yaqin kelsa, buldoqlarga ittifoq qiladi. واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطأها هل عليه حد أم لا. مثلا يقين كاس بومايدو دو شنو أن بو يقين كابتو يقين كاغن كان بونا زنا قدندا بونا حد الزنا إجراء قلندو. فقال جمهورهم لا حد عليه لأنه وطء بشبهة. وشبلك يقل شوغان كان بنغا حد كما إدراء الحدود بالشبهات يعني كان. وقال بعضهم عليه الحد. واختلفوا في إيجاب الصداق لها. أما أشلا يقين كأجن أهوالدا تويلق بريش كرك ما. ما جزاء أشلا هو مدينة تخشبه وغان كذا. أنو برخل يقين كلش. داون كن شوفهم أنو تويلقنا تلش كرك ما. تويلق بريش كرك ما. والعلماء فيما أعلموا على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد. Yani benim bilişimce İmam İbn Rushd bu mukatab şer'i ahkamlarda mesela talak kılış, guvalık kılış, yani ceza icra belgelengen ceza mesela yüzlerine 50 kişi daha mesela işlağın başlar hem de bu kulunun hesabında muamele kılındı. Ve min hadal bab ihtilafhum fi bey'ihi yani
xo'jayin ash mukatibni setritalim. Mukatib kitobi to'xtamni qilib boshqalarga setritalim dedi. فقال الجمهور لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه. Ko'pchilik olimlar sen bunda satdim, yangi xo'jayin bilan men bilan tuzgan to'xtam aynan ijro qilinsa, u buzilmaydi, to'xtam buzilmaydi degan shart bilan satsa bo'ladi. Misol 50 ming qo'yib bersa 5 yilda sen azoratda to'xtam qilgan bo'lsa, shunda ketib bilan birisi setrita deb qolsa, shu xo'jayinga 50 ming qo'yib 5 yilda bersa, azat bo'ladi. Xo'jayin bilan almashgan bo'ldi, lekin mukatib to'xtami hisoblaydi. Ashunda shart bilan satsa bo'ladi. Va qala ba'dhum bay'uhu jaizun ma lam yu'addi shay'an min kitabi. Faqat pul to'lab qolmagan bo'lsa, setvatsa bo'ladi. Chunki u yani pul oltida. لأن بريرة رضي الله عنها بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئا. بريرة رضي الله عنها Hazreti Ayşe'nin kışka kilep onun xo'jayinlari mana yilda mashhur berish qarshiligida nazar qilingan bo'lgan yordam qo'lida keldi. Undan keyin Hazreti Ayşe pul naqsini qilib setib olaysan. Endi azar qildi deb keyin aslida setib oldi azar qilyapsizmi? Ve mukataba hatta setil ketgan bariyra demek. Bu caiz bo'lgan dedi. Ve qala ba'dhum idza radiya al-mukatabu bil bay'i jaza. Mushu mukatab o'zi rozilab qolsa, mayli meni setvasiz men rozi desa bo'ldi. Mukatab. Hozir rozi bo'lganlar mukatab. Mukatab hozir kitobi to'xtam bilan azobga ilinishgan bu. Yani kişi Islam tüm tülüyalsa azatlık erişti. Adem bu hocan kaçı bir şey setirdiman ise azatlıktan bütün ümrünü üzüyetken buldu. Dalken şunda halattı bu. Mukatab razı olsa meylen bu setirdiman. Dep kalsa o xudda özünün hakkının tanazül kıyamdı. Meyledi. Sizinki mukatib dedi mi? Terkenimiz. وهو قول الشافعي لأن الكتاب عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. Bu meseleni ötken bu aqdul lazim min tarafayn mu yoki lissayd lazim abdiga g'ayr lazim degandek lazim bo'lmagan ekan, ya'ni qul yeni oladi dedi. Mayli bo'libdi setrasan deb kitobni yeni oladi dedi. واحتج بحديث بريرة رضي الله عنها إذ بيعت وهي مكاتبة. Sahih Buxoriy bu hadis mukatabalar setilib ketgan mana navongan joizligini bildirdi. Va umdatu man lam yujiz bay'al mukatabi ma fi dalika min naqd al-ahd. Nima uchun sas bo'lmaydi bo'lsa, sen to'xtam qilding. Bu to'xtamni uchun uzatsa, ya yo'llaganni awfu bil uqud deganda sen to'xtamni uzatding. وقد أمر الله تعالى بالوفاء به وهذه المسألة مبنية على هذه الكتابة عقد لازم لنا أجبس شقد أتكلم عقد لازم للطرفين للعبد للسيد مدين شنو غات شتشكيان. وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب. بيع الكتابة مش كتابة to'xtamni boshqalarga setish. Xo'jayin masalan, men qo'lim bilan kitobi to'xtam qilgan. Bu menga 5 yilda 50 ming qo'yib bermoqchi edi. Men 5 yil buni tarixida buni izlab o'zimning joy sabab qilmoqchi edim. Mushu to'xtamni alamlar 40 ming qo'yib, 50 ming qo'yib keldi degan tariqada unda so'zlasa bo'ladi demoqchi. İmam Şafii Abu Hanife la yecuz debdi ve acaza Malik ve ra'a şuf'ata fiha lil mukatabi. Şuf'a mukatab yama dikkat qilin ha. Hozir asli xo'jayin bor, mukatab bor, yana bir yangi sotmoqchi bo'lgan xo'jayin bor dedi. Men boshqa bir xo'jayinga bu kitobi to'xtamini setirtay desam, mukatab deydigan uning sotishi manamsa aslida 50 ming ko'yni bo'lib bermoqchi edi 5 yildan. Bu hamda 40 ming ko'yga qanchada setmoqchi ekan. 40 ming ko'y mukatab bo'lgan ekan hozir. 40 ming ko'yni berib plan bo'ldi. Men azat oldim. Bu shu to'xtamni hozir ishkana shirkda ekan. Bir chetlib shirkchilik masalasi bor. Andike xuddi masalan do'kon ya boshqa moldagi shirkchilik ya qo'shnichilik shu masalasi bor. Shunga o'xshash men yot odamdan avval buni setolashlar. Men setoldim. Sening shirkingdagi adam 40 mingga boshqa pulga sotsa, mana sot
men azallanmay ketadi. Qul nisibasa 50 ming koy, naqadida 40 ming koy. Albatta, setadigan joyda azam bo'ldi. Unaqani mukallafdan 40 ming koy direkt amaliyotda 5 tane 10 ming koy kapasitet qo'yildi. Ya. Aşının seti tutlan buldu, halas. Aşı, muşunundaki kazını seti tutmakçı bu. ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين mana. Aslında 50 ming koy kaz attığı. Bunu setiş tutuşu 50 ming koy kazını satqandek bir iş bu, depti. ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر. Yani kazını da setirse, xuddi da'va ta'ajjal degandek Ayında bir iş bo'ldi, jaiz debdi. Lekin jaiz degani uchun bu noma'lum bor. Majhul bu. Yani majhulligini bu aslida 5 yilda bu 50 mumkin beralimti. Balki 20 yilda to'xtab qoladi, pul topolmadim deb o'tirib qolish mumkin-da. Undan bu endi 50 mumkin shunda digilolmaydi bundan. Undan uni gachida unda saqlanmaydi. وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين كذا شبيه عندك برئيش تبدو وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعني في الشفعة في الدين مش الشفعة في الدين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كأجن برأثر با bu asar nima qado Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bishfati fid dayn qarzni dayn degani masalan bir qarzingiz bor qarz bo'lib qolgan bir aytam adam shu qarzni boshqa yerdan sotmoqchi bo'lsa qarz bo'lib qolgan ma'lum sot buni deb men shipi ya'ni biz hozir muomala qilayotgan bo'lsak shuni beradi sotsa man sotlar degan bunda bir ahvolda shunda qarzni shipilik huquqi bor deb hukm qilganda deydi Muş əsərni Ömer ibn Abdülaziz Mursal rivayet qilgan İmam İbn Hazm Muhallada rivayet qilgan. Ve mezhebu Malik'in fi bey'il kitabati enneha in kanat bizahab enneha tecuzu bi'aradin muaccelin. Muşu kitaba yani qazni setish deydi hazır. Muşundan da İmam Malik'in qarşı eğer oltin bilan satgan bo'lsa, yani asl kitobi to'xtami oltin bilan qilishgan bo'lsa, to'xtamni bu çağda tovar bilan setvasi bo'lgan. Mesela 5000 tillaga kitobi to'xtam qilgan. Ulan bu anda shuni setiblam joyga ketay deb qolsa, bir mashina setiblam kesib bo'ldi. La muajjal, lekin nisi setibaz bo'lmaydi. Mashinani 5 oydan keyin 1 oy deydigan bo'lsa bo'lmaydi. Naq nimaga satsa bo'ldi? Lima yakun fi dagi min ad-dayn bid-dayn. Çünkü nesi olab qalsa, o mukatabning to'laydigan pulini nesi qazni satqandek bo'ldi. Bay'al kali bil kali olab qoldi. Wa in kanat al-kitabatu bi'aradin kana shira'uha bidahab. Ama kitabini mashina deyishgan bo'lsa, samasan bir mashina uni apirsa, sen azar taqanda kitobi to'xtam qilgan bo'lsa, bu chaqdan mushu nesi mashinani setmetmoqchi bo'lsa, oltin sotadi deydi. Yoki kumushga. Muajjalini naq sotadi. Au bi'aradin mukhalif yoki pulga sotmasimi, boshqa bir tovarni sotadi. Masalan, mashina deyishgan bo'lsa, boshqa, masalan, soat, ya telefon, bunday narsaga setasi bo'ldi. Wa idza u'tiqa fawala'uhu lil mukatibi la lil mushtari. Demek üçüncü şahsga setayotgan bo'lsa, bu chaqda bu mukatabninki azatgarlik huquqi ashu birinchi xo'jayini bo'ldi dedi. Keyin setib olgan bo'lmaydi degan. Va min hadal bab ixtilafum hal lis-sayyid an yujbira al-abda ala al-kitaba am la. Masalan bir xo'jayinning quli ekan. Ba'zan qul kitobi qilib to'xtam qilib pasdan ozod qilmaysan deyish mumkin, talab qilish. Ba'zidan da xo'jayin seni kitobi qilib to'xtamashimni qo'limdan chiqaribman deb majburlanish bo'lamdi. Ba'zi qullar balki qolmasi mumkin. Pul topolmaydi. Chunki ministerning uyida yashayotgan bo'lsam, shunda obdan yashayotganlar qolmay. Ba'zi vaqtda shu pullarni yo'qotgan. Ozod qilsa uni o'tirib bo'libdi. Chunki aytib musulmonlar izzat hurmat qilganlar, bayashat turmushi bunda hech nimadan g'am yo'q. Shunda nima qilgan ekan ba'zida biz o'zimiz erkinlik qilib jondoshlik qilib qanday yashaman deb u unda yashab qo'ymagan ekan qo'rqib unmagan bo'ladi. Rasululloh deb unmagan.
وأما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد وقد تقدمت عند ذكر أركان الكتابة. مثلا صحيح الملك ولاش كسل المسلك دينك شرطنا تزقه شو لا. ومنها شروط بحسب التراضي يعني أزراء شرط صغان شرط مبا. وهذه الشروط منها ما يفسد العقد ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد وإذا ترك صح العقد. مش شرطنا أزراء razı kıldığan şartlar şide şu toxtamını buzutduğanların var edi. Yani bazıları var, şartını çıkıp tutup kalsa, şartlarla çıkıp kalsa toxtamını buzutduğan, şu şartını taşılıp kalsa toxtam doğru olduğan. ومنها شروط جائزة غير لازمة ومنها شروط لازمة وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع. كتب الفروع diyen fıkhının baştan ayak tefsiri her bir mesele üstü topladığı fıkıh kitaplarının var. Mesela Belaye, Sanayi, El-Mubsut, Tatul Kadir, Hidaye. Kitabın usulda hareketler. Ama o kitabın usul mu? Çünkü onda tefsiri toplamayı demektir. Birer meselenin tallak beyan kılınır. وليس كتابنا هذا كتاب فروع وإنما هو كتاب أصول يعني قواعد كتاب ده. والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة. قندا شرطلا بوجود دولسه شرط الصحة زكاغن شرطلا همس بوجود دول المشروعات في العقد. والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد. شرط الصحية إيش كان دخل تاريخ كزميدان شرط لولا قاسة جائزة اختياري قيدان شرطلا ولا تلازمها داملق نولان بالله من دا شرطش بكميدان خالصة شرقي سبلدان من دا شرطلا. فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها واختيار شرطلا ثلاثة شهور وإنما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها. لكن اختلاف الشغلة مش شرط الصحة متى مثلا قايس داري تشوزمز جنب ثلاثة شهور. لكن شروط الجائزة جنب داري تشوزها نوصل هم ثلاثة شهور. وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة. شرط الصحة دخل تاريخ يتكز مسكه شنو مبالغ قولي. ولذلك جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد. İmam Malik üçün türlük bir şart var. Şart kıygan kişi müşün emel kutlarsa toxtam büzüp ketidi. Ve illem yetemessek biha cazen. Onu tutmasa toxtam doğru oldu. Ve hada yenbagi en tefhemehu fi sairil uqud şer'iyye. Ve şer'i toxtamlarımızda bunu obdan düşünülsün kerak. Bu tantir şartqa emel kılsa buzluk. Onda şartlı badır. Bundan batıl şartlar. Bundan mesela nikahda olsa toy kılıdı ki yakın gelmeler geldi. Yani maşinin silgi satıma maşini bilmeyse uçakta o nüfus uğramaydı. فمن مسائل المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتاب شرطا من خدمة أو سفر أو نحوه. مكاتبة تحتان وقلايسا ما برأي إشلت باقين ديندك يا سفر قلبنا أكبر الناس ديندك. وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق أم لا. عندنا برش خدمات برش bir nas ekipristek birisine şart qıptı. Anı bu değişken pulni to'laydigan holatga imkoniyati bor ekan. Kitaba vaqti to'shab qo'yish to'laydigan imkoniyati bor ekan. Bu chog'da azod bo'lib ketamdi, azod bo'lib ketmamdi. فقال مالك وجماعة ذلك الشرط باطل ويعتق إذا أدى جميع المال. إيش تختمش كم قلنا بالرسالة بالشرط بكارت. وقال الطائفة لا يعتق حتى يؤدي جميع المال ويأتي بذلك الشرط. يعني بعض الله كل مطلق تلايدو الشرط إشكان إشتم قبردو. وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده 3 سنين. مشو يعني şart kılma amal kılış lazım, pulunu tutuş lazım, hesap aşo diyen karaş Hazreti Ömer'den rivayet kılıngan. Bu Hazreti Ömer raqiqul imara yani devletninki kullarını azat qilgan. İmara degan xilafa.
وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده 3 سنين. Menden kim kelgan xalifaga 3 yil ishlab tursa, siz azat et. Bu şu rivayet hazır. Hazreti Umar'dan kelgan rivayet. Nindapta asli manbada Ataqa Umar kulla muslimin min raqiqil imara. Devletning musulmon qullarini hamma azat qildi Umar. Wa sharata annakum takhdumuna al-khalifata min ba'di 3 sinin. Menden kimki kelgan xalifa 3 yil ishlab tursa deb shart qildi. İmamın aşağı okumakta ve ben onun azaltıyam. Evet, devlet halifatul muslimin. Müslümanlığa menfaat kişinin kılıyor. Hukuk diyen ne var? Bunun şundaşlıklarımızı hukuk. Ya o devlet hizmet kullanmak olmuşsa. Hadi devletki güçlük hizmet kılın sözleşti şu. Yani devletin kulu. Kitabı kıldı. Kutu Hücayin kitabı kılındıklar. Hadi devletki kim vakillik kıldı? Halife. Buna Abdurrazak Musannaf'da rivayet kılan. الخليفة بعد 3 سنين يعني بعده سنة رواية كويغن ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين ألا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين من شن إشلاب برسيز أزاد قيغان بوسا fakat aşı neçe yılını işlep bergenliğin andın toluk azat buludu. Bunun toluk azat bulmaydı. وَلِذَلِكَ الْقِيَاسُ قَوْلُ مَنْ قَالَ اِنَّ الشَّرْطَ لَازِمٍ. Unda var ki bir yerde kıyas boyunca iş kılan olsa bu şart iyi diyenine karışmış. Gazibani ibaret tercih. İmam İbn Rüşd tercih kılıyordu. Hazreti Ömer'ninki vakaligi tayinib turib tercih kılıyordu. فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب وها هنا demek biz yukarı bayan kıyallarımız bu mukatebe münasebetlik çok mühim meseleler şu وها هنا مسائل نذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى yani bazı meseleler var başka bölümlüğe çetişlik nikah, talak, muska başka çetişlik lekin mukatebe bölümü gibi bir çetişlik tarafı var. Lekin bizim şahada bahs kılıyoruz. وذلك أنها إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه. ما بابta bayan kıltaysak aşı meselini, bunda tabi koşumçı meselek buldu. Lekin başka babta bayan kılsak özünün babında asli mesele isabı buldu. وإذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب شو بزميادة بس كلتها فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه خجاين مكاتبه ثم مات السيد عندك خجاين إلى الكتاب وورثته البنت Hocayanın kızı mukatep toxtamı mara satdı değil mi? Hadir şu yolda şu an mukatep. فقال مالك والشافعي ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزءا منهم. Hocanın nikahı bozuldu çünkü hadir ayalı iriği igolup kaldı. Ve mülk yeminul mer'a muharramun aleyha bi icma. Ayalı kişinin kulu olup kalsa bu ayalı kişi ondan cinsi taraftan faydalanmaydı. Asli paylanış kerakdi o. Ve ma malakat aymanukum deganligi. Masalan bir xo'jayinninki dedik olsa jinsi munosabatli yurdi. Allah. Endi bir ayol xo'jayinning er qulab qolsa, u er qulda jinsi bahman bo'z bo'ladi ayol xo'jayin. Qur'onda ma malakat aymanukum dedi o. Agar u to'yib qolsa, yeydi. Ya xo'jayin qullar munosabat qilsa digar degan narsa bo'lmaydi. Şu igdacılığı İslam yakın geliyor bana. Bulmayı o şeyde. Caiz buradı bulmadı da sarardı. İslam kılavat sadece buna uygun yetişimde var. Caiz bulmayı. Koyan kitap Allah'tan kapı Beşiktaş'tan kefalar var diye. Müslümanlar cemaatigi tapdı. Kur'an kitabında da zikr ediyor mu? Kalem kancı. Ne sabırlaşıdı dedi. Ha? Kalem kancı. Ne sabırlaşmak ki bir kulağa ki. Bu şunda mesele şu. Bunun da icma şuna ekleyendikin tuğlatılan. Demek ki Bombay'da değil ama ki onun asli delili ne mi? Bombay'da diyenin delili birincide kıvama buluşu mümkün.
Er degan ayolning uyini boshquradigan, ustun turadigan rais bo'ldi. Bu bir. Ikkinchisi nasab aralashib ketib qoldi. Mesela 3-4 quli bo'lsa, u yaqin kelgan, bu yaqin kelgan bo'lsa, u balkining bo'lsa, dadasi noma'lum. Yani boshqa sababim bormi? Tekshirkasi boshqa ijmo'dan dursa nasab ketdi. Ijmo'dan dursa. Ijmo'ning o'zida azarlangan ilib turishtirmaydi ijmo'dan. Ha. Ijmo' bo'lganda talashlar chiqmasdan taqo'tlanadi. Lekin buning nimasi bor? Sahoba tabiinlardan va malakat aymanukum bu xos lirijal degan tafsirli bor. Lekin bu yerda ijmo'dan al-qulutlanmadi. Ve qala Abu Hanifa yasihhu nikah. Yani bu nikah qaysi nikah? Qizningki agar mukatabaga o'zining qizini bersa, bu chaqda keyin xo'jayin o'lib ketib, ayol o'zining eriga egolab qolsa, nikah hisob bo'lmaydi. Lekin biz azroq tuzadigan yer va tuzdarsaklar ishlarimiz ko'tariladi. لأن الذي ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب. Çünkü bu ayol miras ağını bu özü miras almadı dedi. Raqaba degan shu qulni demoqchi. Qulning o'zini miras almadı. Qul to'laydigan pulni miras aldi. Ya'ni qarzni miras aldi. Demak, ayoliga qarz bog'lab qolgan ekan. Xotin-sizlarga bilazikni setib dasmay qilib turarkan, sizga apray degandek bir ish. Keyin shu pulni to'labsizlar bo'ldi. Hozir ham Imom Abu Hanifa buni aslan qildi. Unda murakkablashtirib qilib chatoqsiz demay, o'yini qilib, o'yini shumayli demoqchi. Va hadihi al-mas'alatu hiya ahaqqu bi kitab an-nikah. Nikah kitobiga munosibroqdi bu. Lekin biz bu yerda qo'shimcha bahs qilinadi. Va min hada al-bab ikhtilafum idha mata al-mukatabu wa alayhi daynun. Wa ba'd al-kitabati hal yuhassu sayyiduhu al-ghurama'a am la? Hozir mukatab pulni to'lab bo'lmagan ahvolda boshqa odamdan qarzib kim? Xo'jayiniga to'laydigan puli bor, boshqa qarzchilarga to'laydigan qarzi bo'lgan holatda o'lib ketib qoldi. Qanday bo'ldi? Xo'jayini boshqa qarzchilar bilan tang barobar holatda qancha pul topsa shuni tang ulashgan holatda bo'ladi. Yuhas degan hissa, ya'ni ulush oldigan. Mesela kadar biz mesela 5 aydan bir aylarni qarz bo'lib qo'ydik. O to'layolmaydigan holat bo'lsa, mesela buning bir uy bo'lib qolsa, sotib qo'yamiz. Majbur hokim setib berdi. Sotgandan keyin biz 5 aylardan keyin chiqsak, meniki 50% qarz meniki ekan. 50%ni butun qarzdan mening pulim ekan. Undan keyin uyning 50% ma'lumot edi. Yani bir aydan 25% qarz, bir aydan keyin bu o'yinin qimmatini 25%ni oldi. Ashundan muhasab degan shu. Faqala al-jumhur la yuhasu al-ghurama. Ghuramalar unda tang ulush oldigan qatoga tizilmaydi. Va qala Shurayh va Ibn Abi Layla va jamaa yadribu as-sayyid ma'al ghurama. Yani yuhasu ma'al ghurama demek. Yani ghuramalar bilan birga shu xo'jayinmi shu qatada tizilib turdi demoqchi. Xo'jayinniki nima qarzlardan hozir qatada tizildisa, bu bir qarz egasiga o'xshashlar. Uning alohidligi yo'q. Lekin unda qarz egasi bilan bir qatada chimaydi deb qolsa, oldindan mukotabning pulini to'laymiz. Uningki eshib qolsa qarz bo'lmishi yo'q. وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يستغرق ما بيده. Mukatab esa qazi bo'lib qopti, qo'lda banasa bir mashinasi bor ekan, qaziga aram to'lg'ildi ekan. Boshqa butun rasmida ayrilib qolgan bo'lsa, hal yata'adda zalika ila raqabatihi. Bu chaqda hamda o'zini qulluqqa qaytib ketamdi. Yata'adda zalika ila raqabatihi degan, mesela qazi aqlni ashquni setib, mesela qazi bo'lib qoldi. U qazni to'lab bo'lmagan holatda. Ashundalam boshqaning pulini bermay turib qolgan ekan, qazi aqlning ashq pulini apirib setib, qazni sho'dan pulni qilib berib degan. فقال مالك والشافعي وابو حنيفه لا سبيل لهم الا رقبته. كنوز نسد تميده. وقال الثوري واحمد ياخذونه الا ان يفتكه السيد.
Qarz egileri aş pulni şundan ötkizdi. Pulni iliplar bazaga turib setib, pulni terildir oldu. İlla yeftakka seydigan faqat xo'jayin o'zi ağaççıda onu tutuldurursa ben bir ettim. Yani bunu öyleyse o zaman da tasvip kese bu kul kılıdı onu razı kılan yani halas kıysa demek yettek diyorsun fekke yani boşta tutuldurursa demek واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده العقل diye aşırınki diyet türevini tülep koyuyor. Asli akala diye tügünü putunu bağlap koyuyor deymiz. Ma Araplarning beshiga qo'yilgan chambar bor, shu chambarni aqal deydi. Asli bu nima? Tügünü çöktügen chaqda to'kib qo'pab ya midilab ketmasin deb bağlab qo'yish uchun qatlangan tizilgan shundalar buni chambarni sap qo'ysa butun midil tanmay yotadigan. Şunun işitilen narsa. Bu da biz qalamla quloq qistirib qo'ygandik, buni shu narsani besh qilib lazım bo'lsa islam. İşitilen bo'lgan ekan, hozir shu aql deydi. Aql nima uchun aql deb atalgan? Masalan, birisini qo'lni kesib o'tibdi, putinchani o'tibdi, yo birisini o'ttirib qolibdi. Pul. Buning to'limini xo'jayin to'lab berg'ashdi. Ash ziyon kesib pishirgan kishining o'ylisiga to'gidan o'rnini beşini apırıp şurada bağlap bırdığa şu. Şu akıl degan gap şu asli. Yani bu diyet tölemini tülep birisiga buldu neticede. Şu avaqil degan diyet tölemini tülep bırdıgan qavm cemaat urug' tuqqanlarni avaqil deymiz. İza ajaza an aqlil jinoyat yani o'zi jinoyat sodir qilib buning to'limini to'layolmay qolsa annahu yusallam fiha to'layolmagan ekan mana bu qul ana qo'lni kesib tutgan. Buni to'layman, pulni yo'qmi? Qanday qilsam qilaman? Buni qo'lni chanamsa, qilib topshirib o'timiz deydi. Illa an yaqila anusaydi. Faqat lam xo'jayini buni to'layman bo'ldi desa, buni qutulib bordi. Wal qawlu fi hal yuhasu sayyiduhu al-ghurama aw la yuhas huwa min kitab at-taflis. Endi xo'jayini bir qazigisi boshqa qazigilar bilan birga shu qator bo'lamdi degan masala bu kitab taflis yani sarmoyani ayirib qilish bobiga munosabatda degan biz bu yerda undan qo'shib so'zlayaptik. Wal qawlu fi jinoyatihi huwa min babil jinoyat. Qulninki jinoyat ishlari jinoyat babida deydi. Biz bu yerda deyib qoldik uni. Shu qazbilar aytadimi, ularga igisiga boshqa beradimi, qazlarga boshqa beradimi? Ha, ashi gap shu. Hozir kim oldin o'rinda turdi? Xo'jayin oldin o'rin turamdi yoki odatdagi qarz egistakmi qatorda turamdi? Agar oldin o'rin tursak, boshda xo'jayinning pulini to'laymiz. Ish topqasi boshqalarimiz oshirib bermaymiz. Ya'ni avliya bormi? Ma'lum. ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة. أنا مش بابقى فروع سبلغان لكن كتاب الأقضية خلى أساس فر مسألة سبلغان مسألة مكاتب بلا سيد نشبلغ ديشكن تقبزدر تلاشتار سبلاسا xo'jayin ligunga o'tishgan mukatab qolib o'tishga deyishdi desa talashtaashunda qozoqning oldiga borgan. فقال مالك وابو حنيفه القول قول المكاتب ikkalan mukatabning so'zi hisob debdi. وقال الشافعي ومحمد وابو يوسف يتحالفان ويتفاسقان قياسا على المتبايعين. ikkalan qasam ichish bilan biraylar qasam ichib biraylar ishemasa qasam ichganning hisob ikkalaylar qasam ichib tursa u chog'da u to'xtamimiz hech ish bo'lmaganda gapni bekor qilamiz. Neta tuturga ish yo'q unda. Hozir to'xtamadi. Xuddi so'zlashib masalan va telefonda so'zlashgan bo'ldi. Pul sanaydigan chog'da sizlar mingo'g'o deyishdiqni deb turadi. Men bezgo'g'o deyishdiq dedim. Endi bu ikkalaylar qasam qilib tursa qanday bo'ldi? Qozoqning telefonga egis ko'rib, hamma yo'llanmani istaydi. So'da bo'lmaydi. وفروع هذا الباب كثيرة ولكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه. أنا بنون كرمقları bakacak. Lekin bizning yadımızı kagini şu
yukarıda bayan kıygallarımız şu. ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع فينبغي أن تثبت في هذا الموضع. Başka müşahhasal mesele pişirip kalırlar bir şeyge çizip koyusu buldu. Yani kitap yazılan olsun, bahs kılarlar bir şeyge çigüsü buldu demektir. إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع. Çünkü ma kitapta bizden maksatımız ayet ve hadiste inip tilga algan meselelerle birle yana fıkhda meşhur olan meselelerini bayan kılıştı. Davamken bu şu bizden adı yadımızda kelgen meşhur meseleni, mukatebe mulasılık meşhur meseleni ekeldi o. Yani biz dinleyen başka meşhur mesele bulup kalsa bu orunda değişi lazım. المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع. شريعة آيات ve hadislerge meseleler bilen billah her şalda ictihat esrida meşhur bo'lgan Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Layth, Awza'i mesela İbn Abi Leyla'dek aslında fuqaha amsar meşhur olan meseleni bahs qilishdi şu kitapdan maqsad. وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة biz bir neçe qitim deb o'tdik mush kitobni yozishdan bizning maqsadimiz إنما هو أن نثبت المسائل المنطوقة بها في الشرع shariat tilga olgan masalalarni bayon qilish al-muttafaq alayha ittifoq kelgan bo'lsin vel muxtalaf fiha. Mesela hadisda oyatda bilan so'z kelsa buningda ixtiloflashib bo'lmaydi. Demak, o'sha hadisda oyatda kelgan masalalarni bayon qilishda asl maqsad. ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار. Yana maskut degan oyat va hadislarda tilga olmagan masalalar. Lekin tilga olmagan bo'lsa, biz fuqaha amsar o'tirda ixtilof bo'lgankan, biz uni yana ketib mantuq bilan birga bahs qilamiz. Kitobimizga chegizib to'qaydi. فإن معرفة هذين الصنفين nima uchun buni chegizishsa, chunki mush ikki turlik narsani, masalalarni bilish التي تجري للمجتهدين مجرى الأصول في المسكوت عنها. Ayet ve hadiste tilga alıngan meselelerni bir taraf qilishda mujtahid uchun bir kilitdek bo'ldi şöyle. Bir qoida qilib bo'ldi. وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار. Yana nawazil degan yangi duch kelgan masala. Qadaya muasara deb qo'yibizga nawazil degan yangi bir voqeaga duch kelsak bu nazil. Mesela hozir sug'urta masalalari bor, kredit karta degandek nurg'uni istinsaf masalan. Shu narsalar nawazil. Undan keyin biz qilibni o'qib olsak, qilibni o'qib olgandan keyin nazil bir voqeaga duch kelib qolsak, shu qilib qilib ishlatib ana hukmini bilalaymiz. سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل. Yani fuqaha amsardan birasi gap paqqan bo'lsin ya gap paqqan bo'lsin, biz aqlib bilan egallab olsak, shu qilib qilib betaraf qila olamiz. ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة من النوازل. Ölümalı oturda talaş tartışta sebep bo'lgan asosli masalalarni tigrin tushunadigan kishi bo'lib qolsa va shu masalalarni mashq qilsa, biz shu kitobda bayon qilgan masalalarni mashq qilib talash tartishni va tigirni nayir taqilganini tushungan odam bo'lib qolsa, duch kelgan har bir yangi voqeada fuqarolar amsar birasining degan gapini bo'yicha biz taraf qila oladi. Menda chiniqqan odam bo'lsa يعني أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه من فقهاء الأمصار. Yani bunun cevabı bu şu yeni duch kelgan masalalarda şu mujtahid imomlarning birasining so'zi bo'yicha javob beradigan bo'ldim. Chunki bu asli qilibman egalladi. Egalligini qanday bo'lsa ma'no qilib chiqamiz. Ma'no munosibga ma'no soldik. Ya ma'no munosibga ma'no soldik deb qilib chiqsam bu makruhga, mandubga, vojibga deb chiqara oladi. ويعلم حيث
خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف. Yani şu müctehid faqih qanda meselede özünün asli qoidasi xilaf qildi. Qandığıda asli qoidasini tutmadı, bunu mu tushunib deydi deydi. Yani bu kitapning bir alayidligi olimlarning o'tirda bo'lgan ixtilofning sabablarini aniq bayon qildi. Boshqa kitoblar tushunmaydi. Bu İmam Ibn Rushdning kitobi o'sha bayan asbabil xilaf bilan mashhur. Wa zalika idza nuqila anhu fi zalika fatwa. Unda shu fuqaha amsardan bira yangi masala to'g'riliq shunda bira qarash fatva naql qilingan bo'lsa biz ash qilibni obda egallasak uni talash tortishni ammidan xabarda bo'lsak biz yangi masalalarda shu faqihning burunqi imomning so'zi bilan javob bera olamiz. Va amma idza lam yunqal anhu fi zalika fatwa. Unda burunqildan bira masalada hech qanday bir gap so'z ya fatva naql qilinmagan bo'lsa yig'lanmaslik ekan. Buni hech kim gap qilib boqmagan. Masalan, namozda turgan vaqtimizda telefon harakati qanday qilish kerak? Buni elib, o'chirib, zuvanni o'chib turib masalan. Buni harakat desak bo'lamdi degan masala yana masala. Bunda burunqi fuqaha Abu Hanifa Malik Shafi'i gap qilmagan. Lekin o'sha hozir qildim bizsa gap qilmoqda. Gap qilishda nimaga asoslandi? O'sha imomlarning shunga o'xshaydiganroq masalalarda qilgan nurlar bo'lg'achqa, shu asosini shu qilib qiliblar. Bu namozga munosabatlik, namozning manfaati uchun qilingan bu ba'zi bir ish-harakat namoz ta'sir etmaydi deb shunda harakat qilsa bo'ldi deb javob berdi. فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول yoki burunqi gap qilmoqchi yoki bu tadqiq qilayotgan kishi hozir masalani bir taraf qilmoqchi bo'lgan kishiga uning qarashlari yetmaydi, xabar yo'q ekan buni. فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي في مذهبه. إمام أبو حنيفة مثلا بطل الحرية والتسامح hürriyet perverti bu. De kulun meselesi çıkasa, qanday qiladi? Mümkün kadar kulni hür chiqarishga, azat qilish tarafiga tortib, ash İmam Abu Hanifa'ning shu usul bo'yicha javob beradi dedi. İmam Abu Hanifa'ning shu masalada degan so'zi buni yetmagan bo'lsa yoki unda gap qilib boqmagan bo'lsa, qanday qiladi? Ash tarafga tushirib javob beradi. وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده. Özünün tadqiqati tirishchanligi ilib bo'lgan natija bo'yicha javob beradi. Va nahnu narumu inshaalloh ba'da firag'ina min hada al-kitab. Narumu degan naqsud demak. Yani biz shuni ko'zlaymiz. Musha kitobdan farq bo'lgandan keyin biz shuni nishonlab ma'miz edi. أن نضع في مذهب مالك كتابا جامعا لأصول مذهبه. İmam Malik'nin mezhebinde İmam Malik'nin asas kaidelerini toplayan mahsus bir kitap yazısını oylavatmaz edik. Yani mavazır jığınca hem bu kitab-ı usul mavazır. Hem de İmam Malik'nin bir imamның bütün meselelerini tadqiq qilishda asaslanan bir usullar. Mesela masalih var mesela. Amel ehl Medine deymiz. Andın bazı şıldaşında tefsili duman bilen qarash. Aşında usulunu egalleydigan bir kitapni qilsak, andın şu kitabni obda egallasa İmam Malik'ning mazhab bo'yicha fatvo beradigan bo'ldi. ومسائل المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها. İmam Malik'nin usul qoidasini to'plagan va İmam Malik fatvolarga mashhur masalalarni to'plagan. Shu mashhur masalani shunda akasak İmam Malikning mazhabining ulini tashkillaydi. Shunda masalani to'plagan bir kitob yazisini o'ylab o'tamiz. Va hada vallazi amilahu Ibn al-Qasim fil Mudawwana. Ibn al-Qasim Mudawwanada mush ishni qilgan. Yani İmam Malikning zoti asha bergan javoblarni akaga kim yazdı Mudavvanni? Sahnun yazdı. Sahnun İbn Qasimdan so'raydi. Bu masalada İmam Malik ustozimiz qanday qaraydi?
degan ekan, ustozim unda qaraydi deb javob. Ustozning bir so'z kelmagan bo'lsa, bu ustozning shu boshqa masalaga qarashlarida tabiiyatga qarab turib, bunda biz bunda desak bo'ldi deb o'z javob berdi. فإن جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك ابن قاسم مدونة قندقلده جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك إمام مالك نن برا قارشنا بالمجان بوساش مسألة على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول شو أخشى كتبهم باش مسألة aslında qilib bo'ladigan ba'zi masalalarga da o'xshab turib javob berganda deydi. Lima jubila alayhi an-nas min al-ittiba' wa at-taqlid fi al-ahkam wal fatwa. Çünkü insanlar ahkam bayan qilishda, fatva berishda, ijtihad qilishda qanday doğramchilik tabiiyatida yaratilgan deydi. Yani insonda doğramchilik tabiiyati bor. Boshqalarga agishadigan, doğraydigan. بيد أن في قوة هذا الكتاب لكن شندادم مشو كتابنا مقدورة أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم مش كتابنا فوتازر قنار أقصى إنسان بعض علم نقطة إجلال علمي جات الجرداب مانغاش مش كتاب نقطة اجتهاد درسكي تاريخه شندا درسده كشبا ما كتابنا يعني تقدم في العلوم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك عرفت النبضة يجلسا أصول الفقه النبضة يجلسا يترك وغن درس يجلسا والآية درس النبضة بلسا مش كتابنا نبضة أزلش تسامدا مجتهد درس يترك ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد شو biz mush kitobda eng munosib kelgan ismni tanlab bu kitobni Bidayatul Mujtahid va Kifayatul Muqtasid deb atashni muvofiq ko'rdik. Undan keyin bu kitobning hozir ismi chiqib bizning oldimizga. Bidayatul Mujtahid va Nihayatul Muqtasid, Bidayatul Mujtahid va Kifayatul Muqtasid. Bu kitobning hozir ikki xil ismi bor. Ba'zida Bidaya va Nihaya deb Bidaya va Nihaya. Ibn Kasirning Bidaya va Nihaya bor. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ديالك بداية والنهاية دبود ياك كفاية المقتصد دبود ياك قواعده دبود قاعدة كتاب دب قواعده دبود لكن نهاية المقتصد ديال عبارة مشهورة كفاية قرار أما حاضر مؤلف أزل كتاب اسمه أزل تجنبه أصل كتاب اسمه مش بولش كراي يعني بداية المجتهد وكفاية المقتصد مجتهد منك dastlabki qadami deydi masalan. Dastlabki qadami yoki yo'lining boshlanishi va kifayatul muqtasid muqtasid o'ttira hal bo'ladigan. Masalan iqtisodda iqtisodchilarning bo'lasigan, ya'ni isrof qilib o'tmay, buzib chechib o'tmaydi. Shunga G'azalining kitobi al-iqtisod fil i'tiqod aqidada bakwa cho'nqurlab murakkablashtirib o'tmay bakwa himoyada havas qilmay muvaffaq o'tira hal bo'lasiz. Qur'on karimda minhum zalimun li nafsihi va minhum muqtasid va minhum sabiqun bil khayrat. Muqtasid degan bunda shu o'tira hal bo'lgan. Ya'ni Qur'on karimda waqsid fi mashik waqsid fi mashik waqdud min sawtik mangan chaqdimi sana ravsanda normal mangan xaloq jugumay yakimda lag'aymay ravs bu mangan nega kifayatul muqtasid o'tira hal saviyada bo'ladigan shu o'quvchi uchun mush yetarli. Nihayatul muqtasid deb qarsak o'tira hal saviyada bo'ladiganning eng oxirida chekadigan bo'ladi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب مناسبة لك أنا مهم جدا هذا المشاهد.